Okay, o'tkazib yormang, ko'ryapsizmi, assortimenti. Bu meva optim bo'ladi, akajon, meva optim bo'ladi. Mana shu mangoyimizni bir korobkasi 100 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Hop, ob'yom bor, to'g'rimi? Mana bu okay, apelsin bo'ladi. Yashiga 10 ming so'mdan qilib beramiz. 10 ming so'mdan. Hop, soatimizni 17:55, ya'ni 6 da xullas. Okalar, kenajonlar. 10 ming so'mdan yashiga tortib beramiz. 1 kilosini 11 ming so'mdan beramiz. Apelsinlar. Bu yerda kivilarimiz bor, assortiment, ob'yom bor. Okay. Bugungi sana 3-dekabr manzilimiz Chilonzor Iloliy ota masjidining shundoq ro'parasida bo'ladi. 4 etajga domma tegidi. Okay, bitta like bosib qo'ying. Xullas, yur. Xullas, mana bu assortiment ideal, bemalol kelib, narsalarni xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi. Charchab qolmang, like bosib, Chilonzorda algoritm turadigan tanish bilishlarga tarqatib qo'ying. Do'mbirobod esdan chiqmasin, charchamanglar.